Bir ayol keldi, "Men erkaklardan qo'rqaman. Erga tegishdan qo'rqaman." Xo'p, nimaga qo'rqasiz? Ketdi, hayotini boshlab ketdi. Birinchi erim bilan yashaganman, o'zini fikri yo'q, onasini fikri bilan yashaydi, va'da beradi, aldaydi, va'dasida turmaydi. Xo'p, ketdi. Bu bilan ajrashdi. Uyga qaytib keldimi? Uydagilarning munosabati yaxshi emas. Mana o'zingda ayb, o'zing yaxshi yerida u, toparmon tutarmondi. Mayli o'zini fikri bo'lmasa ham, so'ksa ham, aldasa ham chidashing kerak edi deb uyda bosim ketyapti. Keyin haligi qiz o'zida hissiyot paydo bo'lyaptimi? Uje sig'mayotganini his qilyaptimi? Uydan chiqib ketish kerak. Uydan chiqishga imkoniyati yo'q, mablag'i yo'q, boradigan joyi yo'q. Nima qilyapti? U boshqa erkak kishini topyapti. Umid qilyapti, o'sha erkak kishi bilan baxtli bo'laman endi. Deb unga erga tegyapti. Erga teggandan keyin tushunyapti, u erkak kishi ham undan battar yolg'onchi, aldoqchi, to'ydan oldin va'dalar berib tashlagan, va'dasini 1 grammini bajarmagan, faqat uyga xizmatkor kerakligi ma'lum bo'ldi. Erishib olguncha-da. Erishib oldi bo'ldi. O'zini uyidan battar joyga yana tushib qoldi. U ikkinchi marta keyin ketyapti u erkak kishidan. Nima degan nom bo'ladi o'zi u ayolda? Ko'pchilikni xayolida. Bu o'zida ayb ekan. Uydagilar yana qo'shimcha qilib, "Sen o'zi jesan, sen o'zi qilsan, qanjiqsan" deb og'ir gaplarni gapiryapti. Orada birinchisidan bo'lgan farzandi bor, misol. Uchinchisiga tegishga qo'rqishni boshlaydi. Chunki uchinchisiga tegsam hozir, agar yana ajrashib ketsam, bu degani hamma ayb menda ekan, men bo'lmaydigan, o'sha uydagilar haqiqatan aytgan yomon qiz ekanman degan o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketyapti. Qo'rquv paydo bo'ldi. Keyinchalik farzandiga mehri tushganda, farzandi yaxshi. Farzandiga xohlaydi yaxshi otani. Lekin o'gay farzandga hamma ham qoyillatib otalik qila olmaydi. O'gay farzandi boshini hamma ham sila olmaydi. Ammo o'sha qabul qildimi ayolni? Farzandi bilan qabul qildimi? Silashni bilish kerak. Shunda gap katta. Agar farzandini boshini silasa, o'sha ayoli avvalambor erini hurmat qiladi, yaxshi ko'radi, qadrlaydi. Shu joyi bor, lekin ko'pchilik shart qo'yadi. Farzandingni uyingda qoldirib kelasan, menikiga keladigan bo'lsang. Bir xil ayollar noilojlikdan farzandini ota-onasiga qoldirib erga tegadiganlar bor. Bilasizmi qanaqa og'ir musibat ham farzandi uchun, ham ayol uchun. Bu yomon narsa. O'shaning uchun bu qo'rquvlar yig'indisida shakllangan qo'rquv paydo bo'ladi. Buni har xil varianti bor. Otasi noma'qul odam, sovuqqon odam. Umuman qiziga mehr bermagan. Faqatgina ta'minotini ta'minlagan bo'ldi. Lekin qizim demagan bir og'iz. O'sha qiz otasidan topa olmagan mehrni boshqa erkakdan qidiradi-da, ana shu ekan haqiqiy meni erim deb o'shanga tegib qo'yib, adashganini erga teggandan keyin tushunadi.